Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda bahozir bizlarga 40 ming so'mga tushgan bir badiya dolib chiqqan xurosonni reseptini ko'rib chiqamiz. Istarakda 7 qoshiq shakar, 5 qoshiq semizchi yog' salamizda 2 tuxum chaqib, dro'zga solib, yaxshilab aralashtirib eritamiz. Izindan 900 gram unni salamizda yumshoqroq qilib xamir etib olamiz. Xamir qarib turganda ozgina semizchi yog' ham ishlatib beramiz. Xamir qo'l yopishmaydigan darajada yumshoqroq bo'lishi kerak. Xamirni chetga surib qo'yamiz, ajinchadan qiyamiz o'tib olamiz. Qiyamga 1,5 kasa shakar, 1 kasa suv, 1 qoshiq bol solib quyuqlashguncha tengni past qo'yib qaynatamiz. Şu arada xamir amochada xamirni 8 zavala bo'lib olib, zavala qilamizdan ozgina yoyib olamiz. Yoyilgan xamirlar orasini margarin surtamizdan 4 qatdan 2 ga bo'lib, strichora buzxona 1 soat tashlab qo'yamiz. Aradan 1 soat o'tgandan keyin buzxonada oramizda ozgina eritib, yupqaroq qilib yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgan shaklda kesamiz. Yoyib bo'lgandan keyin o'rejekda xohlasangiz arasini chiqarib solishingiz mumkin, xohlasangiz moloko solishingiz mumkin. Biz ham moloko solib videodagi aytib bo'radik. Duxovkanlisini fergamentga chiroyli qilib bo'lishganini taxlab olamiz. Bir yana tuxumni olib choyimizdan ustidan surtib chiqamiz cho'tka bilan. Ustidan maqsapamizdan piyonka bosib bir soat chetda chishincha olib qo'yamiz. Bo'lishganlar pishganini duxovkaga pishirish uchun qo'yib beramiz. Bo'lishganlar pishib chiqqandan keyin sal sovutamizdan zotgan qiyamizda chiroyli qilib batırib olamiz. Bizda 2 lis bo'lishga chiqdi. Agar sizlar ham qilib ko'rsangizlar, kommentariyada chilik chiqqanini yozib ketsangizlar, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.